Assalamu alaikum sevimli izləyicilər, mana xoş gəldiniz. Hər yekşənbə günü saat 7-dən 20 ötən vaxtda sizlər bilan yüz görüşadigan adli kişilərin qaltısı hekayələri proqramımızın ikinci səni bugün başlandı. Bugünkü bizningki sevimli mehmanimiz Amina Abdigül xanım. Assalamu alaikum Amina, da xoş gəldilər. Aleyküm esselam. Hoş bulduk. Kanalınız yaxşı mı? Xudoga shukr obdan atdiganda sizni avar qildik. Sevimli Yaqay. izləyicilər, biz odatda hafta ichida soat 7'de başlaymiz. Bugün hafta axir bo'lganlikin deb shu 7:20'da başladık. Bir saat ichida tugaydi Aminada. En ko'p bo'lganda. Şoňa onundan uzap kestim işim olmaydı. Bugün yekşenbä günde şoňa erkin azada paranlaşaylı dep nim qıldyk. Aval siz bilen bir tanışıp çıkaylı, özünüzü tanıştıramsınız. Bu arada ben köpçilikninki avazını itivettim. Eğer gep bolsa, ma o chat kısmıda yazsanlar buldu. Çünkü kirgenlerinin avazını özü itenmey, ma o söhbetden süptik təsir etmesin dep başka avazlarını açamayısılar. Şoňa eğer gep sözler bolsa, söhbet kısmına yazsanlar buldu. Sizden anlaylı. Assalamu alaikum. Allah'ın hazır vakti hayırlı olsun. Nereden başlayışımdan bilmeyim lazım. Benim ismim Amine. Türkiye İstanbul'da turmam. İki balam var. Özüm Ürümçi'de doğulgan. Aşağıda çoğun buldum. Balam var okudum. 16 yıl okutukçuluk kılgan. Ondan keyin arzu armanlar bilen şu 2008 şu memleketimizden çıkınca hazırgıça ben İstanbul'da. Bu jarayanda Malaysia'da 4 yıl durdum. 4 yıl jarayanda Balam var bir okuşunu karar kılıp çıkan. 4 yıl jarayanda şu balam bilen taң okup kıldım. Ondan keyin ma kichik balam tug'ilgandan keyin Türkiye'ye qaytib kelishga majbur bo'lib qoldim. 2013 qaytib kelgan. Bu jarayonda shu 2013'ten boshlab bir yerda yashashga boshladim. Balalarimning birisi hozir universitet o'qiyotdi Germaniyada. Birisi daha kichik 10 yoshga kirdi. Mushtaq yashab ketib boramiz hamda. O'zim tek ona. Yana bir opam bor. Şunu olganda tek ana bilen tek ana iki balım bekip şu kadar bir şeye geldik. O şinçilik. Bizni manga Şatkil'le tanıştırgan vaqtida şunda bir gep dedi, iş qılıp bek qeysar ajoyib suyimlik bir anısı bilen birlikte iki balasını bek yaxşı terbiyeledi dep. Keyin kızı men bilen taң dep degan vaqtida men sizni hali çoğun bir baştak oylap dikenmen. Keyin görüşken vaqtimda şunda hayran qaldım. Endi qaysi kuni bir söhbet, kitap söhbet qilgan vaqtimizda siz özünüz tug'ilib o'sgan oiladan azroq shu oila to'g'risida gap qildingiz, mana shuna ta'sir qildi. Yana bir nuqta, masalan, siz özünüz ishlaysiz, unaqdan shu xizmatlarni tashlab Malayziyaga o'qishga chiqibsiz, balangiz bilan o'qibsiz. Turkiyaga shu ilm o'rganish uchun shu yo'ldan voz kechmay yana davomli shu yerda hozir davom qilib kelibsiz. Endi siz Ninki muşunda xilqi to'xtamay o'rganadigan, ya'ni biz normalda maktab bitirib bo'lsam bo'ldi, o'qish tugadi deb o'ylaydi. Shunda to'y qilgandan keyin qirib qolganda o'rganib nim qildi deblam. O to'y qilgan yoshi 20 yosh bo'lamdi, 30 yosh bo'lamdi-chu. Oy, am qirib qolgan o'rganib nim qilsa debchi masalan. Ashtaq ya bo'lmasa o'qishni ma'lum bir xizmat tepish uchun va yoki diplom olish uchun o'qiydigandek ba'zi ashtaq tuyg'ular bada ba'zi kişilerde. Hem sizden işte to'xtamay o'rganadigan, ilm suyer, shunga ta'sir qilgan omillar nima? Balkim oiladan boshlangan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Dadamning ta'siri bo'lgan-chu bizga. Dadam ma'rifat ishlaydi, oddiy kadr. Ammo ilg'i o'qishni bek tashabbus qiladi. Ham ilg'i bizning oilamiz bek undaq islomga yaqin oila emas, ammo axloqni o'qishni bek yuqori birinchi o'rin qo'yadigan ailede.
Hem o jarayonda hem de şu 70-80 yıllardan şu bütün mağrip sohasidagi bütün shu ma'rifchilarning bolalarning nihoyatda o'qishsiz tarbiyasiz qolganligi bak aniq bo'ldi-chu u jarayonda. Chunki jamiyatning muhitning ta'siri bo'ldi. Bu jarayonda biz shalinib o'sha to'xtab qolgan oila tarbiyasining nimasi bilan biz saqlanib qolgan bir oila oldukchu. Bu jarayonda bizning yashimizlik bolalarning nurg'un qiz olsun, o'g'il olsun beklam jamiyatning ta'siriga uchrab ketdi, tarbiyasiz qolib qoldi bu bola. Shu jarayonlarda dadamlar oila bek titragan bo'ladi, qo'rqatdi. Ajoyib chong tutadilar. Har qatam masalan shu bizning yoshimizdagi do'stlarimiz bilan birga kelgan vaqtimizda qechib ketib o'ynab, qechib ketib, tansiqlarga qechib ketib, uylarda faoliyatlarni qilgan vaqtlarda o'ynaydigan vaqtlarda ashlarni uylarga qanday otlab bo'ydilar, qanday kirganlarini so'zlasak, mening bunda nimam yo'q ekan-da. Men o'rmonda qolibman-ku. Men o'rmonda qolibman, mush hayotimni yashamay, ashuni yashamay men o'tib ketibman deb qo'yman. Shunda qizg'in so'zlab ketadi, lekin bizning oilada undaq tarbiyalar yo'q bo'lganligi uchun hatto bizning urug' tuqqanlarimizning uyiga aran bek tasdi qondiratdi. Masalan, navra achilarimizning navra kechlarda o'ynab, kech qilib qiziqchilik yot uxlab birga nima qilgimiz kelib ketadi-ku, bizning bolalarimiz shunda qonab qolayli deb ketamiz. Ularga shundaq tasdi ashundaq bek nadir izn beradi. Hem shu dadam o'z yolg'iz opam ishlamaydi. Bir kishilik maosh bilan uchimizni o'qitadi. Her vaqt bizningki natijalarimiz bizning o'qigan shu natijalarimiz bilan o'zidan hodiq chiqadi-chu, xushib ketadi dadam. Keyin bu ta'sir qilgandan keyin men kichik to'y qildim amaliyotda. 22 yoshda to'y qildim men. Qizim homila bo'lgandan tortib aytdim. Men bolamni yesli ma'rifini, o'zim ma'rifchiman. Yesli ma'rifini eng yaxshi yerda tarbiyalayman deb qizim tug'ilgandan tortib til o'qib Masalan, yapon til o'qib shunchalik jafo tortdim. Qizim kichik, birga ilib borman, uni yaslidan chiqaman, uni soat 6dan 8gacha o'qiydi. Ashya jinimda o'tag'izman, ashta qilib uni o'qib, 2 qatim rad bo'lib ketdim. Kichik bo'lgan o'qidingizmi yaponchani? Yapon tilini o'rgandingizmi? Mashallah. Yaponchani amma hozir bilmayman, qo'llanmadim-da, hozir unutib ketdim. Shunda umidsizlandim. Endi shu vaqtida bizningki shu yerdagi nimamizga qarata bizningki Yaponiyaning eng ilg'or texnikalar o'qishi degandek hamma narsa bizga nisbatan eng ilg'or bilinadi. Undan keyin yapon tili undan keyin undan umidim uzildi. 2 qatim rad bo'lib ketgandan keyin bizga u kelish fursatimi bo'lmaydi ekanda, uncha bek oz ekan. Shuning bilan bir mezgildan keyin qizim cho'ng bo'ldi, bo'tib 3-4 yoshlarga kirgildi. Unga yasliga berdim, yasliga bergandan keyin ingliz tili o'qidim. Bir yerdan chiqib o dunyo tili o'rgandik ekan. Uni kurslarga berib, bolalar bilan, o'sha yosh bolalar bilan tang berib, tang kelib, u yerda shu men namadan cho'ng'itdim-da o'qiganlarning ichida. Ularimiz o'quvchi, universitet o'qiydigan yoki universitet bitirib boshqa maktablarga iltimos qildigan ashuna o'quvchilar shular bilan o'qiydim. Ondan keyin kechasi shu kechlik kurs o'choqlarda shunda taraqqiy qilgan bizning mamlakatlarda. Endi kurslarning boshlarimi u? 99 tug'ilgan bo'lsa 2005larda. Shuning bilan kelib ketib yurib, ondan keyin islomni qabul qildim. Islom qabul qilgandan keyin men masalan mana yuzaki olib ketishni xohlamadim. Bu jarayonda islom o'qishga boshladim. Uni tamoman bu islom biz uchun qandoq bir din, men buni qandoq etmishim kerak, hayotimni qanday kirgizishim kerak, bularni o'rgandim. Bu o'rganish, izdinish jarayonida Malayziyaga chiqish bir fursatim bo'lib qoldi. Shuning bilan Malayziyaga chiqdim. Malayziyaga chiqib bir oy turdim. Bir oy turgan jarayonda ajoyib suyunib ketdim-da. Bütün taraqqiyot hamda biz
Ben birinci derecelik o'qituvchi mamlakatda, ama o'zimni intayin savodsizlik his qilib qoldim u yerda. Shuning bilan shunchalik ta'sirlandim, maktablarga bordim, universitetlarga bordim, shunchalik chiroyli maktablarning kutubxonalar, ajoyib kitoblar. Shuning bilan bu ham islomcha, ham fanniy bo'lgandan keyin menga ajoyib ta'sir qildi. Shu Malayziyada balamni ashada o'qitishga qaror qildim. Ham o'zim ashada balalar ma'rifini taraqqiy qildirib, keyin men balalarimni asha o'qisam qaytib kelgandan keyin vatanda bir ashunda bir nima qilsam, ashta islom ma'rifini qurdirsam degan shu arzu shakllandi. Men ama burundan tartib ashunaq bir arzuyum bor shu, ashta yetim yesirlar maktab qurish arzuyum bor. Ashta qilib qolsam, ashunaq taraqqiy qildirman deb o'yladim. Bu jarayonda shu nurg'un jafolarni tatdim. Qaytib kelket, balamni eket, u yerdan viza ilib, undan balam boshurib degandek. Bu jarayonda ailemizde bir to'qinishlar yuz berdi. Undan keyin o'g'limni tuqqan bo'ldim. Maktab to'xtagandan keyin maktab viza berishni to'xtatib etgan Malayziyada. To'xtatib etgandan keyin ondan keyin qaytishga majbur bo'ldik. U yerda viza masalasi qattiq ketdi. Shu bilan biz qaytamaymiz, Urumchida u yerda turamaymiz. Uni hamma narsani noldan boshlashimiz kerak. Shundan keyin Turkiyani to'g'ri ko'rdim. Ya'ni bizning islomga yaqinroq bolalarni tarbiya qilsammi, shuna yaqinroq tarbiya qila oladigan deb Turkiyaga keldim. O'ylimga yerdim Turkiya va Malayziyada oson yashagan bo'ldi emasganda. Malayziya osonmi? Malayziya biroz oson. Malayziyada undaq turmush besimi og'ir besim bo'lib ketmaydi-da. Ish qilib har holda unda miyadagidek bir jafo tortib, chet elning dardini tortib qilmabdi desam, vezdim boshqa shu. U chog'da yilda bir qitim oladi, bir qitim shu nima almashtirdi, yilda qilam beradi. Ashta qilib 2013 biz Turkiyaga kelgan bo'ldik. Balam 7 oylik, o'g'lim qizim 13 yosh. Ashta qilib Türkiye hayatımızın başladık. Bu jarayonda men shu bolalarim bilan tang o'qib, tang qilaman deb o'ylagandim, lekin u mumkin bo'lmaydigan ish ekan. Turkiyaning turmush besimi ham og'ir ekan. Neyse, bundan keyin endi qanday qilish kerak? Bolamni o'qishga, ya'ni berdim. Dastlabda Qur'on kursiga berdim qizimni, 8 oy. Undan keyin qarsam u bizning Malayziyada olgan eğitimlerimiz bilan bu yerniki o'xshamaydi ekan. Shuning bilan chiqarib olib, uni shaxsiy maktabga berdim qizimni. U yerda o'qigan bo'ldi. Men bu jarayonda til bilmayman. Qanday qilish kerak? Bir ish qilishim kerak. Endi bani hajlamasak bo'lmaydi. 8 oy yashadik. Undan keyin majbur. O'zim o'rgandim, qizim bilan tang shundoq. Maktabga kirish fursatim yo'q. Uni ustiga tijorat qilsam bo'lmaydi. Bu jarayonda mening do'konim bordi Urumchida. Mal sanmasam bo'lmaydi. Men o'qisam, bularniki turmush ritim buzilib ketadi. Shuni uyda o'qidim. Uyda tilimni chiqargan bo'ldim. Kalkat shuning bilan qizim universitetga kirgan bo'ldi. Bu jarayondami yana o'qishni to'xtatib qo'ymadim. Bolalarniki psixikasi bek buzildi ekan bu yerda. Ham zo'r bir hayotlarni yashadik. Tasib bo'ldi, hayotimizda nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Undan keyin vatanning yo'llari taqalgan bo'ldi, hisobdan ayrilib qolgan bo'ldik. Bu bolalar undaylik hamon bir kunda deylamdi. Bir kunda hayotimiz almışıp ketgandek bo'lgan vaqtlar bo'ldi. Bo'lib cho'ng qizimniki psixikasi ajoyib buzilishga boshladi. Hamda bek boy yashab yashamasak, har holda bir muhtoj bo'lmay yashagan. Buning iqtisodiy turmushini me'morlik o'qiydi-da. Bu o'zimni qizimni shu oilaning ta'siri bo'lgan bek tirishchan.
Hazırmı şunda? Mektepte 2 gün işledi bu kız. 2 gün şu mektepten yendeki şu mimarlıknınki binası var ki şunun kahvehanasında işledi. Çay arlıkta dam aldığın çay kahve kıldığı yerde. 2 gün işledi. 5 gün okudu. Bu arlıkta şembe günü mü okuyotganda bunu bilsin boğulturdu. Bunun psixikisi bozuluşa başladı. Çünkü ben tek ana, ben ballarımni şu tug'ilgandan tartib, o'g'lim tug'ilgandan tartib men ballarni o'zim yolg'iz boqishga boshladim-da. Burunmi şu Malayziyadagi vaqtda yolg'izdi, ammo bir munosabatimiz bordi. Ozroq bo'lsinmi dadalar bilan. Şu o dadasi butunlay biz bilan munosabat uzgandan keyin bu qizimga birinchi bo'lib ta'sir qilishga boshladi. Bu jarayonda men psixikani izlanishga boshladim. Kichik vaqtidami bir ashundoq ta'sir qilgudek bir ishlar bo'lgan. Chunki uyimizda jidal majra bo'lishga boshladi. Chunki mening o'qigan bolam harfim san'atga yaqin. Bolamning dadasi san'atchida. Hamda shunda bo'lganki, bu arada bizning to'qinishlar paydo bo'lishga boshladi. Oilaning majburiyati, bolaning majburiyati. Bu jarayonda bu san'atchilarning qabul qilishi bir xil o'ziningki hayotida yashash ig'roq bo'lganchu. Bedel to'laysan, sen bu aileni qurgandan keyin sen ham qilishing kerak degan bir ong shakllanib qoldi ekan bu san'atchilarda. Bu jarayonda bu to'qinish jiqlab ketdi. Andan keyin jidal majra jiqlab ketdi. Bolamga shu chog'da ta'sir qilgan. Asli psixik degan bunday ekanda deb shu qizimni shu jarayonda 8-9 yoshlardan keyin bolamda shunday o'zgarish bo'lib ketdi. Shu jarayonda andan keyin ayrilishga boshladi. Ayrilib qolgandan keyin men bolamni xanzurcha qo'ydi, uyg'urcha qo'ydim. Men doktor bilan so'zlashib, psixolog bilan so'zlashgandan keyin muhitini yotgan dedi. Ondan keyin hada muhitini yotgan oilamizni ayirib qildim. O chog'da ozroq psixika degan manda narsaga degan bir ong shakllangandan keyin men mana narsalarga diqqat qilay degandan keyin turmushim tamoman o'zgarishga boshlagandan keyin shuning bilan biz Malayziyada o'qidik. Bu jarayon biroz yaxshi bo'ldi. Psixikasi shunday yaxshi normallashdi. Iqtisodiy bir qiyinchilik tatmadik. Ikkimiz bola, oila, keyin men achamning 2 bolasini chiqib oldim. Bu jarayonda bir ailemiz bir islomik bir oila fan o'qiyotgan. Bular ham fan o'qiydi, ham islom savodini chiqirdi. Oilaning ichi shunchalik bir go'zallamdi. Kichik pek ma'nilik o'tdi hayotimiz. Ondan keyin ayrilishga boshladik. 2013 kelgandan keyin bir yerda yashadik, biroz tez yashadik. Qizim universitetga chiqqandan keyin shuning bilan bu qizniki yuragi silishga boshladi. Ondan keyin apa yuragimga qovurgan petib ketyapti deb ashunda aytdi. Ondan keyin nurg'un yurak doktorlarga bordik. Hech qanday masala yo'q dedi. Ondan keyin eng oxirida bir yurak doktori tekshirgandan keyin sen buni psixik doktorga ko'tar deb boshladi dedi. Ondan keyin izlanishga boshladim. Bu jarayonda yana men uchun yana bir o'qish bo'ldi bu. Psixikani qanday yaxshilash to'g'risida. Ikkimiz nihoyatda qizim bilan do'stdek ya'ni-chu shunchalik yaxshi parangisha olamiz. Men ishlab bu jarayonda tarjimonlik qildim. Herib 10 soat ishlaymiz biz. Kirsammi, shu qizim eslib yig'lab ketadi. Men chandurmaydim. Opa, biz sizga bek ig'irchilik solib qo'ydik. Men hech nima qilib bermadim sizga. Men sizning oldingizda baxijil deb yig'lab ketadi. Alqi ifodalamaydi burun. Ondan keyin biz o'zaro suhbat qilib, o'zaro shu psixik jihatlarni yetildirib qilgandan yaxshisi bu qiz ifodalaydigan bo'ldi. Andan keyin ikkimiz bir-birimizga yor yo'lak bo'lib qildik. Qizim andan keyin Germaniyaga vizaga boshvurgandan keyin viza chiqdi. Keyin hozir shu Germaniyada
Evet, bu jarayonda kızımı ögünüyotidu, yani davamlı özünün arzuları üçün yetilib davamlıq izlanyotidi. Hem bu ailenin terbiyesi birisi-birisimizga hozir zanjirsimon ep manyotidi da. Dadamның terbiyesi bilan biz hozirgacha yana ögünüşni, her zaman kitap o'qishni o'tganda deb berdim sizga, Kihanning suhbatiga borgan vaqtimda bu arliqlarda sal nima turmushim qalaybaqa bo'lib ketdi. Og'rib chiqib qoldi deb sizga deb berdim. Bu jarayon kitoblar tashilib qoldi uchun. O'g'lim darhol tepki berdi onunla. Apa sen kitabını qo'limga olsang o'qidekdi. Senin ayıbın bu deb başlaq dedi. Şuna voy balam keçirgin, men bunun kitabını alay. Dedim. İkimiz kitap okuyorduk. Hazır kızım yok. Küçüğünün yaqısı şu oğlum bilen. Vaqt chiqarsaqla ikimiz kitap to'g'risida ashuna bek yaxshi ko'rdi Uyg'urchani. Kitap to'g'risida, Uyg'urlar tarixi to'g'risida men bilmaydigan savollarni, men javob berolmaydigan savollarni so'raydi. Ikkimiz tang izlanamiz kitoblardan. İnternetdan izlaymiz. Ashunda qilib javob berma. Mushu jarayondami bolamga ta'sir qilgan bo'lg'achqa, o'g'limmi mushu Uyg'urlarning tarixi, hozirgi turklarning tarixlarini ashunda izlandi, so'raydi. Biz nurg'un narsalarga men javob berolmay qolman ba'zida. Bolam ashuni bir izlab boqaylik, internetdan izlab boqaylik, buni savolga deb ashundaq izlaydi. Keyin bu oraliqda shu tashlanib qolganlik uchun bu bolam shunda ta'sir qildi, his qilmabdi ekan. Siz deganning yoqsi, anandikin apa sen kitobni tashib o'tibsan, sen qulog'ingga ol kitob dedi. deb ashunda dedi. Ma'qul bolam, endi aslimizga qaytaylik deb ashunda dedim. Demak, oila endi shu birinchi o'rin ota-onaning tarbiyasi. Endi men dadasiz tarbiya qildim deb ko'nglim bek yerim endi. Lekin qo'limdan kelishicha ham dada ham ona bo'ldim. Lekin bu o'rinni to'ldiramaymiz-ku. Dadaning o'rnini hech zaman to'ldiramaydi ekanmiz. Mayli ona olsun, mayli dada olsun. Bu boshliqni hamda Allohning bizga bergan bu o'rinni biz hech qachon to'ldiramaydi ekanmiz. Mayli moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin. Hech qachon to'ldiramaydi ekanmiz. Bolalarim bir haqiqatdan mening dadam deb baxmaydi. Oldimizda, mening oldimda. Ya'ni kashki mening dadam manda bo'lgan bo'lsa, kashki xalqning dadasi manda atrofda manda bo'lgan bo'lsa. Men bir qitim yashamadim bunday hayotni. Ya'ni meni ashundoq siqishtirib bolalar mening dadam bo'lgan bo'lsa degan ekanman. Shu bolamni 5 yoshda o'g'limni ashuni nimaga berdim, yesliga berdim. Endi bir kichik bir o'zal yeslidi. Men birinchi bo'lib kirib dedim-chu, endi uning birinchi qitimda tunjilik bolalar o'pchi muhit yashaydigan vaqt bo'lganlik uchun men ansirdim. Hammasining dadasi keldi, dadam deydi. Endi dada aloqasi jiqroq bo'ladi-da endi u yerda. Men qo'rqib biliq titirgan bo'lardim-da. Shuning bilan shu mudirlarga, o'qituvchilarga dedim, buning dadasi yo'q. Bu dadasini faqat ko'rib boqmagan. Ammo bu jarayonda sen dadaga aloqador bir masala bo'lib qolsa mendan so'ra. Dedim-chu. Dedim, onundaki bularning pedagoglari bor ekan. Haftada, oyda so'zlashadigan. Not debdi-da, not elib shuni so'rabdi pedagogni, nima qilib? So'rabdi ekan, ajoyib bir ta'sirlikka qilibdi bu 5 yoshga kirgan vaqt. Debdim, mening dadam yo'q, men ko'rib boqmadim. Ammo meni yaxshi ko'radigan onam bor, opam bor, ocham bor. Bu menga yetarli debdi. Bu jarayonda pedagoglar shunchalik shig'lab ketibdi. Men shunda ta'sirlandim. Dediki, sen faqat ko'nglingni yerim qilma. Ota-onasi bor, bolalardan bu bolaning psixikasi pek sog'lom ekan. Sen bunu faqat g'am qilmasang bo'ldi-ku deb ashunda dedi-chu. Faqat unda emas. Ashunda bo'lish uchun ben bu bolalarni xo'shal qarab, ashunda yashash uchun faqat bolalarning oldida qayg'uli, musibatlik bu bir tarbiya uchun, umidsizlanadigan
hech qanday bir narsani deb boqdim. Ash qizim ashundoq yig'lab ketgan vaqtlarda balam nemangiz kam yo biror narsangiz kam bo'lib qoldimi? Biror narsa og'izmami, epramidimi deb so'ragan vaqtlarimda qizim ashuna deydi. Appa siz mushtaq qilib bizni mushtaq kam bo'lib qolmasin, ehtiyojimiz mushtaq deb qilib qolmasin, boshqalarni qilib qolmasin deb mushtaq jabr tortib ketyapsiz. Shuni ben xijilib ketdi deb ashuna deydi. Lekin mush balamni his qilmasin dadisizlikni shu ba'zan onalar bor masalan oy sinovdan bundan sen bundan kunni ko'rmaydi baldining oldida men undaq bir pozitiv bo'lgan bir nimani akab boqmadim hozirgacha shuning uchun shu tarbiya shunaqa bor ekan shu o'rganishga bor ekan agar buni o'rganmasak bilmasak bu bolalarning ashundoq psixikasi buzuq xalqning og'ziga yiginiga qo'li qaraydigan ashunda qilib qo'yibdi-da masalan. Buni ashunda qilish uchun bir jasorat, bir o'rganish, turmush. Endi men hech nima qilib beramadim deb o'ylaydim bolalarim. Hozirmi shunda deyman. Men sizlarga hech qanday miros qoldirib qo'ya olmayman. Faqat sizlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ya olmayman. Faqat men qo'limdan kelishicha sizlarga bir o'qib kelgusiga chiqa oladigan bir yo'lni ko'rsatib qo'yaman. Mening qo'limdan keldigani bu. Men sizlarga hech bir miros, bir kayninglarda qo'yadigan bir narsa qo'ya olmayman. Har vaqt o'zinglar bilan o'zinglar dasturib ma'nolaydigan, o'zinglar qo'g'diy oladigan holatda yetildirib, bu shuni sizlarga insonlikni o'rgatib qo'ya olmayman. Uning boshqa narsalarga hech qanday narsa miros qoldira olmayman. Deb hozirgacha shu ashuni singdirib mang'liqdan bolalarga bularning mustaqil yashash eni kuchli bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki bular har vaqt o'zini ashunda kuchli his qilmasa bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki boshqa oilalarga qaraganda normal bo'lmagan ekan oilamiz. Ashunchalik hamda shu jarayonda mana hozir qizimni o'zininki oyoqlarini ustida turib ishlab o'qiyapti. O'g'limni Allohga shukr. Nihoyat tirishchan. Maktabda butun kun o'qisam, men qanday qilsam bunda o'qiyman, qanday qilsam qazinaman deydigan tiplardan ya'ni men hargiz bolalarni aql qilsam bo'lmaydi deydigan ishtaq bir ilmi bor. Kani plazadan keyniderek oturupsiz men sahnede hammelengdaq bir gap bulamsaqmı? Diqqat qildim men bir kichik bolaning borligincha. O kadar chiroyli o'tadi ki başdan axir. Normal ya bolalar to'pon qarab ya oyna qarab, mayna qarab chiqibdi. Allah bir bolangiz 10 necha yosh kirdi? 10 yosh kirdi. 10 yoshmi? Mesela 10 yoshlik bir bolaninki men andaq chiroyli sifatlik yerda o'tag'ini xil cho'ng odammi o'tirolmaydi. Diqqat qildim. Undan keyin qaysi kun suhbat jarayoni sizni dedingiz, menga işte abba sen kitob o'qimayotsa deb isaqdi dedi. Undan keyin meni bek ta'sir qilgan nuqta sizning inkasingiz bo'ldi. Shu vaqtda dedim, "Bolam kechirim so'rayman, rasman diqqat qilolmay qoptimi" deb. O'ylab qoldim. Agar mening bolam menga degan bo'lsa, men nima deydim deb. Balkim men shu o'qimayman deb. Qandaq tepki yurdim. Men sizdek bunday qila olmadim, qilamamdim. Masalan, farzand tarbiyasi haqida dars so'zlab ketimiz. Kitoblarni o'qidik, kasbni o'rgandik, o'qib qildik. O'qish, o'rganish boshqa, uni amniyat ishlatalish yana boshqa bir ilm kenchi. Yana birsam deb mush farzand tarbiyasi jarayonida boya deb ketdingiz. Bolalarimningki dadasining yo'qlik bu bo'shliqini men qanday qilib to'ldiramadim deb. Bu yerda men tasalli bermoqchi emas, yakdim qilmoqchi emas, ammo bir gap bor, bir kim dunyo deydigan. Hayotda biz bir narsani kamligi. Masalan, ba'zi oilalar bor. Bola iqtisodniki nayt yo'qsizligini tatib cho'ng bo'ldi. Ba'zi oilalar bor, ota-onasi bor, pul bor, lekin mehrninki yo'qsizligi bo'ldi. Ba'zi ish qilib nima deymiz? Bu hayotda cho'qim bir narsa kam bo'ldi ekan. Endi men bolaninki dadasining nima sababdan aloqasini balkim o'sha siyosat yoki bu sababdanmi yoki qanday uqmayman, ammo
bu balalarninki o kichikgina bir kamchiligining o'rnini nassilab to'ldirib bergan Xudoyim sizdek bir onani beribdi. Haqiqatan o balalarning baxti, ta'lim. Ishqilib men burun yolg'iz onalar degani bek jaqilqi o'ylab ketmabdi ekanman. 2017dan keyin men burun undidarda darsxonam batdi, dars o'tib qilatdim-chi persent haqida. 2017'lerde, 2017'nin ahırlardan başlap, yalğız anılar degen gep çıkışqa başladı. Şu vaqtdaki hem de bu yalğız anılar degeni emniyette älerini şu kampqa eketken anılarını gösterdi de. Ondaki mening bir necha do'stlarim onundan burunda men faqat mana shu ajrish ketibdi onda deb madaqli qaraplam baxsi bo'ldi, ya'ni to'g'ri bo'lmagan odam bilan o'zini va bolalarini azoblab yashagandan o'zining mustaqil holatda qilgani yaxshi deb masalan ashta o'ylaydim, bunda cho'nqur inchga tushunib inchik nuqtalarga o'ylamagan. Keyin bizning umumyuzlik asr oila parchalandi. Bu parchalanish o'zimiz sebep bo'lganlari bor, sirtqi sebep bo'lganlari bor, qismat deymiz. Undan keyin siyosatdagi shu o'zgarishlar deymiz. Nurg'unlagan yolg'iz onalar o'tirib chiqdi. Endi hozir musofiratda, chet elchilikda yashayapmiz. Nurg'un yolg'iz onalar bor. Yoki yo'ldoshi vatanda qolgan yoki mushahada bo'lsin ham deb ba'zi kelishamaslik bu sabablardan oilasi buzilgan. Va yoki bo'lmasa mushahada shuni degim kelyapti hamda. Mesela bunu qanday şekilde mükemmel bo'lmagan oila deb atsak bo'ldi deb o'ylayman. Masalan, bir erniki bir necha ayoli bo'lsa, bu er navbat bilan bu uylarga taqsimlangan bo'lsa, o'zining vaqtini bir kun bu uyga, yana bir kun bu uyga degandek. Bu bir biz yashayotgan davlatda mükemmel bo'lmagan bir oila tushunchisini berdi bolalarga nisbatan cho'mdi. Şuna bu xil ailedeki analarım hem de yerim yalğız analar deyişki oldu. Gerçi yer bağ olsun mu? Şuna, çünkü biz ma yaşavatkan muhitte mesela balama mektepke kirse, etrafdaki mındaq Türk aile bu baksa bunda işi yok. Lekin özünün ailesi qarşıdası bir gün kildi, bir gün bağ, bir gün qarşı bir gün yok degen ekçi hem de balalarına nisbeten. Şuna siz Meyli qandalı bo'lmasin, men o'ylayman bu olgan qadamlaringizni men Allohninki bizni ko'rsatgan to'g'ri yo'lni qo'g'dayman. Bolalarim va oilamni mush yo'lda elib mangama deb bergan qurbonlik va bergan to'g'ri qaror deb qarayman. Sabablari meyli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, javob natijalarining bu qadar go'zalligidan men sizning to'g'ri bir qaror berganingizga %100 ham ishonaman, siz shuna deb o'ylayman. Bir yolg'izon bo'lishibdingiz bilan Muşu bayam dep edip gitgendek nurgun yalğız analar bor. Muşu analar qanday tavsiyalarınız, qanday yürek sözünüz bor? Endi hozirgi muşu o'zimiz turayotgan yerninkini biz mush ko'rayotganimizni deymiz-ku. Endi mush yalğız analarga har qanday vaqtida o'zininki su tatqan chapasini masalan endi terbiye o ailesininki özünün ağan eğitim terbiyeleri qanchalik bo'lishini biz bilmaymiz. Lekin bana ta'sir qilgani shuchu, sen mushtaq bo'lg'ashqa, seni men beqiyotgan bo'lg'ashqa bolalarga tug'ilg'ini gunohkor, tug'ilib qolg'ini bir gunohkor bo'lgandek his qildirib yetishning o'zi bek yaxshi emas. Mayli japadadayli, mayli masalan bizningki mes Turkiyaga kelib bir non ağıdek pulumuz kalmagan vaqtlarımız boldu üçün. Aşındak bir günlerimiz boldu. Men çıkıp bakçılarga çıkıp men aşı mal salatdım, rehberlik kılattım, mesela tercümanlık kılattım. O günlerde işimin bombaga vaqtlar boldu üçün. Hem apapa öyde. Yok desem apap tıkı öyden işçiler didelişip götüdü o balı ba. Aşındak bolgan dekin özemden streslerini aşıda çıkıp bahçede oturup gidetti müştak soğuk günlerde bazı yağmur yağıp gidetti. Qanday qilishim kerak deb oturup gidettim. Herkes ballani o sizlarni boqaman deb munda olib ketdim. O sizlarni boqmasam munda olib ketdim. Sizlar bo'lg'ash munda olib qoldik. Ballani tug'ilg'ini gunohkor qilmaslik kerak-ku. Men ko'rdim, o'tgandim bir hemşirimizdeki gaçtaq bir şahit bo'lib qoldim. Bolasini qari Qur'on qilibdi.
O yerda bir chechaklik chiqib Qur'on o'qigan bo'ldi qiz. 10 yoshga kiribdi, lekin jo'g'im shunda kichik bir 7-8 yoshlardagi bolalar. Heliqi boladagi ig'irlikni ko'rsangiz, heliqi miskinlikni ko'rsangiz chiroyli deb chiqib ketgan. Chiroyli deb ko'rsangiz hozir heliqi bolani birisi dushkalab, heliqi xab qilib qo'ygan chiroychi, heliqi bolani xab heliqi xaqlamchi maslik kelib, heliqi voy sen bilan bir rasmchi, voy deb degan shunday silab qilib ketgan. Qamay tudi heliqi qizana. Seni birisi xab qildimi deb so'radi birisi. Ash chiroychi chiqib ketganini ko'rib, yo'q dedi. Ammo heli qizlarning chiroychi shuni ajoyib bir miskin chiroy. Apisi aşağı oturup sen anı qilmijima, mana qilmijima sen, oy siz nemish qilib besim qilasiz dedim. Nemish qilib qo'y besim qilasiz bunga desam, yo'q, o'shda qilmasa qarang, bunda deydigan haq, bunda deydigan. Anadikin birisi balasiga bir kiyim ilish prosta bo'lib qilib, ilqi o'ziga bir tal mayga yopdi-chu. Evaptiga qarab bolalarning arsiga oldim deb boshladi dedi. Ay ko'rdingmi? Amachu o'ziga nasab demesam, menchu o'zimga bir tal nasam son qoldim juma mani ko'rdingmi deb boshladi. Balası kaçta dedi. Bilcuma mani deb boshladi dedi. Deganda shunchalik yuragim og'rib ketdi. Qancha balangiz bor desam, shu bir deydi. Endi 7-8 bir 4-5 tuqqan bo'lsa, masalan, bosh quramay deb qolgan bo'lsa, u xato gap. Lekin bir kenan uning ustiga qori Qur'on qilman deb ashunchalar shunchalik vaqtni zehnini beribdi, gunohkor bo'lib ketayotganini bilmayapti. Islom jihatdan desaq, masalan, fanniy jihatdan bolalarning psixik hissiyotini desaq, bu bolaga u bergan u tepkimi ajoyib xato gap. U bolaning chiroyini ko'rsangiz, endi sizmi bu bolaga nima shu bo'lgandi, hozir kim tanlagandi bu bolani degidek darajada shunchalik miskin o'tiribdi. Men bolalarımni sevishtirgan, mening bolalarim darhol tepki beradi, haqlar bir narsa desa, darhol iliq qiz oldim, unda ifoda berib ma'qul deydi. Ma'qul abalni avtomatik qilib aytgan ekanda, hamma narsa ma'qul deydigan. Endi onalar shuni deyman, to'g'ri Turkiyada abay degandek tattuq chapadi. Meningmi ashunda kunlarim bo'ldi. Ashu iqtisodiy besimdan nurg'un ishlar üst-üstelab kelib ketgan bo'ldi. Lekin men buni oilamga faqat tepmadim. Men har qanday narsani bu suxna teshib qo'yib uyga kulib kirdim. Chiroyimda og'illik bo'lib ketgan do'stim, men eshikda echib kirgandan bolam eshikni oldiga "Apa" deb kirgan bo'lsa, men kulaman. Hamma narsani eshikni teshib qo'yman. O baladagi xo'shallikni, baladagi bolalikni yashaydigan, evoladigan bizning hech qanday haqqimiz yo'q. Shuning uchun ham onalarga deydiganim o'zining hissiyotini qat'iy bolalarga tangmaslik kerak-ku. O'zining hissiyotini bolalarga hargiz demaslik kerak-ku. Endi to'g'ri usulda ifodalayapman, ammo yolg'iz ona bo'lmak haqiqatan tez. Tez degan gap bek oddiy bo'lib qoldi. Bekli oddiy bo'lib qoldi, tez degan gapchu. Lekin bolalarning bolaligini evoldigan, biz uni tuqqandan biz ularni tug'dik deb gunohkor qilgan bizning hech qanday haqqimiz yo'q. Eng oddiy bir ifodalay endi. Uni ben ifodalashni bilmadim. Har qanday vaqtida mening birinchi qilgan ishim mas'uliyatni birinchi o'ringa qo'ygan. Bolamning ustidagi mas'uliyatni birinchi o'ringa. Men bir ish qilishdan burun men bolamga qanday bu ish bilan bolalarim qanday tartib berdi. Bolalarimga qanday ta'sir berdi, yaxshi ta'sir berdi, yomon ta'sir berdi yoki men bolalarim uchun qanchalik bir manfaat keldi, oldida shuni o'ylayman. Har qanday vaqtida xafaligimni teshida qo'yib kirman. Endi ba'zida o'tirib qolman. Nurg'un vaqtlarimda bunday bo'lgan ishlar bo'ldi. Xarakterim qarab bolalarim bilib qoladi-chu. Yo'q narsalar chechilib qolman. Chechilib qolgandan keyin o'tirib gazir chaqaman-chu. Gazir kirib kirmadim. Chechilib qolsangiz gazir chaqamsiz? Gazir chaqaman. Gap baqirib ketmamsiz? Baqirayman, yo'q narsalarga masalan, "Mana bunda qilmabsiz, unda qilmabsiz" degandikinlar qizim bilib qoldi uni. Jim turdi. Hargiz yo'q undaq deb bundaq tushundirmaydi. Qilgandim yoki bo'lgandi yoki bunday deb qat'iy tushundirmaydi.
jim turdi turib bo'lgandan keyin anaqin men pasligandan keyin opa sizning bugun kayfiyatingiz yaxshi emas ekanda oshini bilalaydi masalan har vaqt chechilgan onaniki kayfiyatini bolalar bilolmaydi men har vaqt chechilmagandan keyin ara sira nodir bo'lganligi uchun bolam oni bilib qoldida shundan men chechilmaslik uchun tepki berib qolmaslik uchun kirib gazir chaqimanda da bir qiymada o'tir xal bir gazir var gap qo'y o'tirib chiqmanda degan qizim gazir deb turib deb qo'yadi ana degan bolam shunga qarab bilib qoldi bo'ldi opa bugun bir ish bo'ldimi sirtda endi bo'ytaq bo'lgan ish bo'lgandan keyin har xil yangi odamlarga uchraymiz har xil yangi nimalarga uchraymiz unda bo'lganki opa sirti bir ko'ngilsizlik bo'ldimi deb shu so'raydi yo'q deyman desam ha deb bilib qoldi qizim buni meni gazir chaqirdim deb bolam bilib qoldi bilib qoladi bo'pti opa ko'ngilingizga olmagan ishdan bo'lmaydi bu biz sirtga chiqqandik opa taloq chiqib ayilib kiramdik deb ashunda deydida ana degan men ukamni chiqib o'yinib kiray opa siz birdan uxlab olamsiz yetib olamsiz deb ashunda deb deydim endi o bize çoğun bo'lgandan keyin uniki his qila oladigan bo'ldi o'g'limmi ba'zi his qila oladi ba'zi his qilolmaydi ashunda kayfiyatimni men har vaqt uyning ichida yaxshi tutishga tirishman endi hargiz mau japoniy muşularmı tang açta ro'yi azaplarni tatish kerak deb hargiz undaq deb qaramayman men muşlan endi deydi ana o'g'andiki mudov ketdik oqib ketdik ko'p bo'lib ketdik ammo bolalarımga masalan iqtisodiy qiyinchilik bo'lgan bo'lsa-mu hozir 10 yoshga kirgan bo'ldi bolam ashini bildirman masalan iqtisod pulni qo'yib qo'yma hech qachon men pulni bundoq nim qilmayman chiq ol undan keyin kelib hisob etpa ashini o'rgandim bolalarga mustaqil yashashni o'rgatdim o'zi berib kelishni o'rgatdim o'zining ishini o'zining qilishni o'rgatdim men bo'lmagan ahvol ostida qanday qilishni ham istaydi sen nimish bunday qilsan nimish bunday bu vaqtingdami qilsan deydi bu vaqtimda qilmay chunki yo'q bo'lib qolsam qanday qildim yo'q bo'lganda qanday qildim uni o'ylash kerak-ku shuning uchun analar deydiğini doğru cevap atıyoruz hemimiz zor hem de onu tasvirlaş bektas. Lekin ballarımızın şunu kösetmeyli tatkan cevaplarımız ballarımızın ballıqı deyip kapısak oldu çünkü balımız mı ballıqını yaşış gerek. Her bir yaşının ki kıymetini biliş gerek çünkü. Hazır deymen balamı bazı yatqım akırı olmaya balam ekemen bile yatın döpçüm. Ertesi ben bile yat desem bir yatmaydı. Aşırı oylayayım. Şunu işte analardaydıqını her vakit ügünüşümüz gerek. Ügengenlerimizde işbahatlaşını bilişimiz gereken çünkü en boyu müşükken o okuş başka ameliyatimizde kılış başkayken. Şu için devamlı yani izlensken, ügensken muhitning ta'siriga uchirmiskan deb o'ylayman deb onalarga shuni deyish tavsiya qilaman har vaqt rostla vaqt pek tez o'tdi ekan men yana to'y qilib shamundar bo'lganimni bilgandan keyin neli hayajon ey u bolamni ham ish qilib masalan shu bir oydan oshganda bilgan bo'lsam mamdar o'g'limni qolgan 8 oy bog'i tug'ilganga o 8 oy seg'inib ko'gim kelib qandoq bo'ldi deb o jarayon kitoblarni o'qib ondan darslarda bolalarga kitob tavsiya qilsam men bolamga o'qib bersam deb mush qo'sqimga qarab mushtaq kindikimga qarab o'qib o kitoblarni ashtaq qilib ketgan nima qilyapmish bolam tug'ilsa bu bolalarimni shu kichik ishlar alloma qiladigandek endi o hissiyat o hayajon 9-20 yoshga kirdi shu qo'sqimdagi mening shu seg'inib ko'gim kelib ketgan bolam endi shu vatanni qolib qolgan 7 yıl oldu. Hazır benim 4 balam var. Neden milqim? Bay degende ki benim yo'ldoshim ikimiz billa o'mishni yordamlashdi, obdan ayıldı. Tang qilamiz ham ishlarni butun qiyinchiliklarni ko'tarib mangamiz. Ammo shunda tursinmi yana ba'zilik baydan
Yüzümni neçe ret tutib oldim nomus qilib o'ylaqim. Demek bu narsalar bir kim irade bilan qila oladigan ish emas, Aminada. Mesela ben bugün balamga vaqirmayman. Ben bugün balamga hech nimani bildirmayman. Bu irade bilan emas, uzun mezgillik tarbiyalanish bilan, uzun mezgillik chiniqtirish bilan yetilgan bir psixikalik sapochu bu. Hiç qandaq bir ananın balığı vaqırğısı yok. Hiç qandaq bir ananın balının balılığına yoki nimasiga hiç qandaq bir nachar narsa qoldig'isi yok asli. Çünkü biz balamiz uchun ming jinimiz olsa birsi bir yer qolib qolsin demaymiz. Hiç Shunda aymaymiz. Ammo işte deydigan bu narsalarni damal irade bilan qilolmaydi. To'g'ri masalan yezib tomning hamma yeriga balamga vaqirmayman deb choplab qo'yib. Shunda qarasak qilgan bo'lsa ba'zidan lekin xatni jiddiy tuplachig'imizda vaqirab ketadigan ishlar bo'lishi mumkin. Bu yerda shuni degim keladi, kitob o'qishning foydasi va deb so'raydi ekanda bir danishmandning oldiga kelib. Kitap o'qidisi, kitap o'qiydi-ki, o'qiganning foydasi va unutib qolyapman deydi ekan-chu. Degandek ekan shuni bilan bir qaznaqdan eski sevetdan birini chiqib sevetni sotuşu deydi ki. Sevet shunda ası yo'q. Ası yo'q, hech nima qolmagan. Ammo sen sevetga qara deydi ekan-chu. Endi bu sevetning naqadar boyman ko'rganligidan pokiz, chiroyli, shuna paqira qolib qolganini, uningdagi mehnatlar va chang to'zonlarning yo'qolib ketganini ko'rdingmi? Kitobda balkim sening esingda tug'gandek tumatqini bilan ashunda bo'lsa debchu. Menimcha bu sizdeki bu narsa albatta avval opangizdan Allah razı olsun, dadangizdan Allah razı olsun. Emniyetlik bu dunyoga, bu vatanga, bu millatga qo'shadigan to'pichu yaxshi bolalarni tarbiyalashdi. Muhim narsa shuna. Masalan, sizga shuna yaxshi bir oila muhiti tayyorlab, o'qitib, qilibdi. Ondan keyin siz o'zingiz yana masalan Malayziyada o'qibsiz, aqsda yana shu bolalarimni o'qitaman, o'zimni davomli o'qiyman deb Turkiyaga kelibsiz. Bu jarayonlarning hammasi o'rganish orqali uzun vaqtliq andikin yetilgan narsa. Masalan, bayim deb o'tib ketdingiz, qizim mushtaq degandek keyin men psixologiyani o'rganishga boshladim deb. Endi biz ayollar ba'zi vaqtlarda o'zimizni bek nima o'ylab qolamiz. Masalan, nima ish qila olayman, men shu xuddi maktabda o'qib yo'g'on Kyori xonimdek Nobel mukofot qilib kelsak va yoki qo'limiz qilich ilib yoki avtomatlarni ilib shu tank aeroplanlarini haydab bir ish qilib kelsak, andikin vatanga bir ish qilib bo'lgandek bo'lmasa, hech qilolmay mush uyda qozonning beshida mush bolalar qilib hayotimiz nobud bo'lib ketgandek. Bu gaplarni mayliqim vatanda universitetda o'qigan yoki shunda o'qish orzusi kuchli bo'lgan onlardan jiq anglaymichu. Shunda o'qigan batdim shu bola deb o'qib ketib o'tirib men qilib bo'lmadim. Nurg'un orzularim batdi. Ish qilib o'qig'anim bekor ketgandek deb mushkul o'ylaydiganlar va bularning bu tarafidan davomli o'rgangisi va tarafidan so'yinaman. Vatan millat uchun bir ish qilsam bo'ldi deydigan bu tipirlashlardan shunchalik so'yinaman. Endi sizdan so'rsam, ayollar vatan va millat uchun nimalarni qila oladi deb qaraysiz? bol tarbiyalaydi. Yaxshi bir Nayt shu bir jumla bilan undan boshqa hech qanday qiladigan ish yo'q. Menmo shu vaqtda işte o'ylaydim. Masalan, birinchi bo'lib islom kirgan vaqtimda men islom uchun nima qilib berman deb o'ylaydim. Nima qilib berman deb o'ylaydim. Shunda bir cho'ng ishlarni qilib kerak, ashundoq bir ashta o'ylaydim. O hissiyat mendami bo'lgan. Keyin hozirgi vaqtimni o'ylasam, men bir yaxshi bir avlod yetishtiribman. Yaxshi bir tarbiya bolalarni tarbiyalab chiqibman. Mening bolamniki milliy ruhi mushu ajoyib ustun o'g'limning. Shanba ana til darsiga boradi, Kanavay ko'ylak kiyib boradi. Robotik darslarga boradi. Masalan, bolam shu sahnaga chiqib dars so'zlaydi. Mushu robotik Kanavay ko'ylak kiydi, do'ppi kiydi. Hech kim kiymaydi, do'ppi kiydi. Ismi loyiq Bahodir. Aslında ben hazır oylayman, bu analarning hech qanday bir ish qilish kerak yo'q. Men abay deb benim o qari Qur'on qilibdi, yilqi balanki ruhiydi o'lik. Ruhiydi o'lik, u bola ruhi o'lgan. Ammo u bolani yaxshi bir
ona yaxshi bir farzand tarbiyaladi deb cho'ng bo'ldi deb qaramaymiz bolani. U avloddan avlodga qoladi. U bola qachon o'zini isloh qilib, qachon o'zini men bunday ekanman deb, bolalarimni men onam tarbiyalagandek tarbiyalamay, men bolalarimni bir isloh qilib tarbiyalay demagicha u oilasi shunday mang'udi avloddan avlodga. Shuning uchun 10 bola tug'ayli men agar bir yosh bo'lgan bo'lsam, ashta dedim men bir jiq tug'atdim deb o'ylaydim. Hozir uchun o'ylayman. Bizda uchun xizmat qilgandan keyin 2 bolalar degandan keyin xizmatdan nima qilgandan keyin men o'g'lim ikkisining oraliqi shuning uchun 13 yosh farq bor. Ashunda bu kaldagi yetishish, masalan bu taraqqiyot, masalan o fikrlar bağın seri çok bağın seri o pişip yetişik başlayırken aşı vakitkilen oylayırken. Hazır aşta oylayayım eğer benim 4-5 balam boğan bolsa mesela muşundaq oğlumdan ikisi olgan bolsa yana o nurg'un adam tarbiyalab ketadigan chu acayip milliy ruhi acayip yuqori. Mesela vatanni so'yar 6 yoshda qaytib keldik biz 2016'da ketgan. Kızım üniversiteye çıkkandan keyin salomatligim yaxshi bo'lmay qoldi. Yomon ro'y besimdek ig'ir bo'lib ketgandan keyin qizimni baribir yurt yotadiga qarshi bo'lgandan keyin men kelib ketay deb 2016 ketdim. Ketib 10 oy turibdiman. 10 oy jarayonida butun yana ko'rsatdim bolamga. Sayat qilganim bilan shundoq yaxshi bo'lib ketibdi-chu. Shu Abduzla sayat nimalar Hozir baxtlik deb turolay. Qurbandan hozircha asliyalaydi. U chaqda tixi 4 yaş. 10 aylik 4 yaş vaqtlar mı? 5 yaş vaqtlari. 5 yaş vaqtlari. Hozircha aslaydi turpanda. Ana o'tgan bu shu turpanning bir yerlik mahsulotlarni ashtaning qismi suyunib turib shu deyalaydi. Ajoyib bir g'urur bilan deyalaydi. O'tganda siz to'pi berib ekansiz-ku Shatkulga. Shu nima vaqtida biz ko'rishgan vaqtimiz Shatkulda talishib evaldi ash to'pni qarang. Voy Allah, sen o topsidim ben Bahadır'a ayırım birey. Hazırqa shu saqlab bir kavanozga kichkin savag'ini berey. Kichik qutiga sapadim. Birinchi bo'lib o'zining ma'lumiga ko'rsatdi, qarang. Ma'lum dedi, men bek shansli dedi. Men bugun vatanimning tuproqini ko'ra oldim. Qarab ma'lumiga atayin ko'rsatdi tuproqini qarang. Bu tarbiya bo'lmasa, u unda qilmaydi. U tarbiya bo'lmasa, u vatanni to'pini hatta kanavay koydek bilmaydi. Qılamaydı. Nurg'un atalar va nurg'un onalar va hozirgi madaniyat, hozirgi safa bilan tarbiyalaydi. Bolalarni nihoyat yaxshi qo'ydi, ammo milli ruhini, o'ziniki millatini o'tib ketadi deydi. Bu tarbiya. Shuning uchun onalarning birinchi bo'lib qilgan ishi shu. Bola tarbiyalash. Millat uchun eng yaxshi bola tarbiyalash. Undan boshqa hech qanday qo'limizdan kelmagan ish. To'g'ri. Biz shu qabul qilish deganimiz birinchi bizning qo'limizdan unday çok ish mukammallar qilmaymiz uni. Qilishimizdan vojib yo'q. Bizga uni shart qildi hech qanday yerda. Bizning faqatla tamam o'tgan turbi dedim. Oila degan takrar quruvog'i bo'ldi ekan. Oila deganda yana to'xtab turay, ma'noda qilolmadim. Yana men ma'ni mukammallashtirib, xatorimni to'g'rilab, yana bir oila quray, yana bir narsa qilay deyalaymiz-ki, lekin bolamizdan ketgandan keyin to'xtab turay va bo'lmadi yana bir boshdan kelay deb boshdan keltirmaymiz uni. Boshdan qurolmaymiz. Hayotimiz bo'yicha nol bo'lib ketdi. Butun qilgan ishlarimizning hammasi nol bo'lib ketdi. Turgan turmushimiz, hayotimiz, o'zimizning nom obro'yi, hamma narsa nol bo'lib ketdi. Bu aniq bo'lgan uni biz e'tirof mundaq nima deymiz? Rad qilolmaydigan bir haqiqat. Masalan, tamam u hayotimiz yo'q bo'ldi, mening hayotim yo'q bo'ldi. Men turmushimni qayta qursam qura olmayman, masalan. Qayta qursam bo'ldi. Har qanday tek onalar shundoq. Bo'lmadi ya, bu bo'lmadi. Men mani xato qildim, men uni xatosi bunday ekan. Tamam, chavaqda yashik qo'ldan chiqdi, masalan, arilib ketganlar bo'lsa. Ben bunda qilay, bundaroq odamni topay, ya bunda bo'lsin. Ma turmushni men bunda quray deb
mükemmelleştirishga tirishimiz. Anda bo'lgandan keyin uni qaytadan qura olamiz. Masalan, ya natija qazimiz oxiriga chiqamiz. İşkeş turmuş, üçüncü turmuşumuz bo'ladi. Lekin bolamizdan ergis undan bo'lmaydi ki. To'xtab turib, buni ayak tashlab qo'yib, men yana birsini qilib olay degan olmaydi unda. Hayotimiz bo'yicha qaraydi, hayotimiz bo'yicha natijamiz shu bo'ldi. Shuning uchun har qanday anaqa deymiz, bola tarbiyalashdan boshqa hech qanday bir vazifamiz yo'q. Mayli jabhat atayli, mayli uni non yesakmi, bir og'iz yaxshi gap qilsak, bir og'iz bir bola o'rganadigan bir og'iz gapni qilsak, o hayatı boyunca bir akıllı bir söz bilen çoğun bulalaydı bala. Aşının bilen yitilip çoğun bulalaydı. Aşının bilen apam moda digenti ya ki olmasa ma gapning manası ma kentik deb. Aşının bilen yani bala aşını yol tepip maalaydı degan gap, ögünelaydı degan gap. Hem de amma balın vuruşundan birliği rohluk, amma balın moda qilaydi degan gap emas, tarbiyalaydi. Meyli İslamik olsun, meyli milli rohlu olsun, meyli fenli olsun. Fakat hem de özümüzün milletini, özümüzün memleketini tanıp çok olsun vallahi. Ondan başka çıkanda bir vazifemiz yok biz de kaldık. Yani insanınki mesela şu baxt tuyg'usiga, baxtlik bo'lishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarninki, birinchi muhim narsa inson o'zini bexatar his qilsa, andikin bu baxtniki tunji qadim bexatarlik his qilish bilan bo'ladi. Bu yerdagi bexatarlik masalan jismoniy jihatga masalan qo'sqaning ochqanmasligi, turadigan uy bo'lishi, undan keyin bir xavf xatar bo'lmasligi deganlardan sirt tavallik tuyg'usi degan bir narsa bor. Masalan, men hozir uydan masalan chiqqanimsa oqshomlaqa mening uyim bor, o'sha kirsam bo'ladi deyishning o'zi bir tavallik tuyg'usi. Ko'ngil yerim bo'lgan vaqtida yoki yo'ldoshi, yoki ayoli va yoki onasi va yoki bolasi berib o'sha ko'nglim yerim bo'ldi deb o'zini bir şekilde yoki eg'izda damdo yoki quchoqlamdo bir şekilde shuningga diyalishning o'zim bir tavallik tuyg'usi. İnsanlar şu tavallik tuyg'usini topolmag'acha baxt tuyg'usiniki eng asos temelini qurolmaydi. Bu tavallik tuyg'usi insonning yaratilishi bilan, masalan, uning millati, uning jinsi, uning shu turayotgan turqi, uning shu jismoniy ruhiy holatlari deganlarning hammasiniki o'zi va boshqalar tomonidan qabul qilinishi bo'ladi. Masalan, nima uchun bolalarimizga Uyg'ur tili o'rgatamiz? Masalan, Uyg'urcha bilmasa ishim bo'lmaydi bolalar. Ya'ni bolalarning masalan ya bijir kamlab ya ko'zi ko'rmaydigan bo'lmaydi. Va ya bir yerda topadigan bir mavjini kamlab qolmaydi. Belki qo'shnidan ketadigan vaqtida bolalarimizga bir inglizchadek bir o'rgatib qo'ysak, keyin yaxshi yerda o'qib nocha ishlarni tepib, cho'ng boylardan bo'lib yashab ketamdi bilmaymiz. Ammo bolaning bu milliy kimligi hamma yerga borsak, biz boshqa bir ular o'xshamaydiganligimiz aniq. Bolalar o'zi agar o'zining tavalligini yaxshi ko'rib, o'zining shu milliy kimligini o'zi qabul qilmasa, boshqalar tarafidan qabul qilinishni kutadi, qabul qilmagan vaqtida boshqalarga o'xshamoqchi bo'ladi. Chunki u bir tavallik tepish kerak, bir uy tepish kerak, kimlik tuyg'usi jihatdan-chu. Shundan o'g'achqa niyati bolalarimizningki biz oddiy holda ona tilida o'rgatayotganimiz yoki uyda atlas bir narsalarni qo'yib, bolalarimizga Uyg'urcha tomoqlarni yegizib, kitoblarni o'qib, u bolalarimizninki vatan haqida tushunchalarini cho'nqirlashish, bu narsalar bolalarimizning o'zining birinchi eng muhim xuddi bir tuz oz, lekin butun bir qozonga tuz bo'lmasa bo'lmaydi. Masalan, ximiy turishmi o'zi oz, ammo yo'g'on har ximiylarga shu bo'lmagandek, bu boldagi o o'zining millatini tonish va suyish tuyg'usi, shu tavallik tuyg'usini o'zini qabul qilishning eng markaziy nuqtasida tuzdek yotadi-chu. Bo'lmay qolib qolsa bolaligi ya uning o'xshamoqchi bo'ladi o'zi yashayotgan jamiyatdagi, yoki buning o'xshamoqchi bo'ladi. Shular tarafidan qabul qilinib, shu to'plamning ichiga kirish uchun shular nimani e'tirof qilsa, shuni qilishga majbur bo'ldi. Biz qo'rqayotgan ishlar shu nuqtada yuz berdi bolalarimiz uchun.
bir yerde qabul qilinish uchun. Masalan, amniyatdagi nurg'un nazariyalar bor, nurg'un mayli jamiyatshunoslik bu deymiz. Shulardan insonlar e'tirof qilinish, qabul qilinishga muhtoj. Masalan, voy bir ayol kishiga nisbatan voy xotinma tamoq ajab o'xshabdi deb qo'ysa 2 soat shu qilgan ishlarimiz lappidilam qoladi. Bu qabul qilinish ayat, e'tirof qilinish tuyg'usi. Masalan, mening opam degan mundaq degan vaqtida qarab o'tirib shu o jilla tatgan narsaning hammasiniki yo'qolib ketishining o'zimi bir e'tirof qilinish uchun. Endi Maslow'ning ehtiyoj nazariyasi bor, piramid shakllik. Eng ostida boyi degan moddiy ehtiyojlar turadi. Hurmatlanish u bu deb kelib, eng ust qatlamga chiqqanda o'z-o'zini amalga oshirish deydi uni. Ya'ni bu e'tirof qilinish deb tushunsak bo'ldi. O'zi tarafidan qabul qilinish, o'zini aferin, masalan, Amina sen haqiqatan yaxshi ona bo'la olding. Yaxshi bir Uyg'ur bo'la olding, yaxshi bola bo'la olding. Bunda arzu-armonlaring borki sen qila olding. Masalan, bolalar tarafidan, jamiyat tarafidan, o'z arzusi tarafidan, hamma tarafdan e'tirof qilingan vaqtda insonning eng yuqori ehtiyoji qongan vaqti. Men asli bugun boydan o'yildim, şu Amine adamның ya opsi ya qizlari bilan ko'rishib shu oldin ajab bir shular bilan shu suhbatda nim qila olgan bo'lsak yaxshi bo'ladi ekan to'q. Ajab bir, ya'ni men bu ishlarni yangi boshlab hozircha programmaning ikkinchi sonini turyapmiz. Tozna aql tushdan keyin deb beshimda chiqqanmagan sir men ishni boshlab bo'lib oxirgi kelganda boydan o'yildim. Bunda qarsam Bahodir keyinlardan o'tib ketganda qilganda Şunun bilan agar qolay olsa kelib bir ikki qiz gap qilib berarlarmi yoki oldin deyishib deb qo'ymadik, ham tayyorlik bormi yo'qmi bilmayman, lekin yoki boshqa bir kun ko'rsakmi bo'ldi. Hozir qana o'qimayman, men shundoq bir ko'ygim kelib ketdi boydan. Gap qisir o'tgan mana bir balki deb ajab adablik o'pdan beqibdi deb o'tkitdim men. Endi hozir anglagandan keyin qaytadan balki ekrandagilarning shunday ko'ygisi keldi hozir. Ya aramayotамды yoki boyman shunday deb ketganini ko'rib qolganda qildimchi keyin tatini da gap qilishdan bo'lmasa deb qo'ygan bo'lsam balki tayyorlik qilib gap qila olmaydi, lekin damaliq bo'lsa gap qilishdan tatinib qolamdikin. Sal tatini da gap qilib qo'yamsan bolam, assalomu alaykum deb qo'yamsan, yo'q deydi. Bo'ldi. Tatini da ig'ir bilsa qo'yib qoldi cho'ng bo'lgan seri. Ana kichik vaqtida yomon jonliqdi. Oxtib maktabdimi, ashta ma'lumi shu ashta dedi-chu, buningki oilasi butunlarga qaraganda buni psixikasi pek yaxshi, pek jonliq, pek xushal ko'ram yashaydi debchu. Ashta deb degandi ma'lumi. Hozir cho'ng bo'lgan seri biz statincha qo'yib qoldik. Buni sahnaga chiqar, masalan, eng oddiy bir kichik bir surlarni o'qib beramsa bolam desa, yugurib qo'pablam chiqib o'qib berdi-chu. Hozir sal tatminib qoldi. Biz ba'zi vaqtlarda boyi bir dedingizmi shundoq xeli butun oilalardan psixik sog'lom deb bu butun oilalarda ba'zi ishlarni-chu xuddi tiktak to'p o'ynagandek sen qilaverib eg'zimizni demgan bilan sen dad so'g'andan keyin ya sen buni anisi qildi yoki sen dad so'g'andan keyin qilsam degandek ba'zi ishlar bo'lib qoluvchi. Sizda bu ish sizning uyda bo'lmayapti, sizni ayt yaxshi %100 qilayotgandikin. Bugun biz uchun vaqt ayirganingizga, o'zingizningki shu hayotiy o'rganishlari, oilasi, o'y xiyollarini biz bilan shundoq samimiy, ta'sirlik va yig'lab o'tirib oldim. Mushtaq ayat bir savol kelibdi. Bahodir o'g'limiz qancha yoshga kirgan deydi. 10 yoshga kiribdi Bahodir. Ko'pdan ko'p rahmat vaqt ayirganingizga, bugun yakshanba kunda aram elib o'ynim qilgan bir vaqtni. Bek xo'sh oldum. Alloh razı olsun. Vaqtingizga texim barakat bersin. Qarasam shu 30 yoshlikdek shundoq chiroyli turibsiz. Texim shundoq go'zal, texim bilimli, texim ailangiz, bolalaringiz, opangiz, hammanglarninki teni salomat bo'lsin, ishlari o'ngishli bo'lsin. Niki yana bizningki mustaq programmalarimizda inshaalloh keyingi qitimlarda yana ko'rish nasib bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat.
Vaqtlarni chiqarib mening gapimni Alloh bergan Allohga deb bersin. Oya, ilqi nurg'un Allah'dıcı bize şu mındaq ilqi meşhurlarning, nait utuq qazangan dağlıq kişilərinin hikayelerinden təsirlenimiz, anlayımız, oturmuz. Şunun bilan tikkendeki çabakni içilib yeşimizde etvetkendik oylaymiz. Vay şu, dağlıqlar qılalaydı o şu. Dep özümüzün aylık asıl sənimimizə qaytıb qalımız. Ama yenimizdeki özümüz körüp atqan, tonup atqan, bizge oxşaş yaşavatqan addi kişilərninki hikayeleri bizni texmi yürgümüzni titirtidi, bizni qaytadan uyg'andırdı. Mesela mening bugun shu kallamda sizdan bütün söhbet jarayonida meniki bir xil men aqaqidan tug'dim. Onu bunu desem aslida bo'lsa mijozim balkim ishtirak bo'lishi mumkin. Achchig'im kelib qolsam-mu, hozir chiqishni sinab baqsam bo'lammi deb o'ylab qoldim masalan. Qanday qilsam shunday xilqi o'zimni tuta olalayman debchi. Başkasık odaklanish pek mümkün-chu. Mesela men hech kimga qilmayman, javob bermayman. Opam ba'zi xafa ketdi-chu. Siz faqat gap qilmaysiz, ishingiz kuchsiz debchu. Meni bir ish qilmaydi deysiz, hal qilmaysiz. Undaq emas. Men oyayman. Opam uyda qoladi. Birdan to'xtab turaman, olam 5 minut. Opam uyda qoladi, sirg'ishlikligini men opam o'zining kuchini o'zi yapqanmisin. Mening mush tatqan javoblarim sirti bo'lgan vaziyatlarimni hal qilib bermay, opam mashunda bo'lib qolmasin deb men opamga demayaptim-chu. Demsam siz demaysiz deb oshdadek tutdi. Yaqmay o'tirib ketmay hozir chiqdi. Aql ulab ashdachu. Ashda qishdi. O'liq bir narsa odaqlanishning uchun nimasi bek yaxshi keldi. Ba'zi deydi kitob o'qiydi, ba'zi deydi, ba'zida bek ko'nglimiz yerim bo'lib ketgan shikirga namoz o'qib yig'layib qolamiz, sajdaga tushib hamda men ashdaqdiman, boshqalar qanday bo'ldi bilmayman. Ajoyib menga tashqidan bir ta'sirlar uchrab qolganda, adolatsizlik uchragan vaqtlarimda, shu ko'nglim indayin yerim bo'lgan vaqtlarda, ishtilab kelgan vaqtida ashdaq qilardim. Ba'zan umumiy odamga zihnini yig'ish kerak-da, u yerda namoz qilgandan keyin. Uni yig'olmay qolgan vaqtida odamning ashdaq bir narsaga odaqlanish bir ehtiyoji bo'lib qoldi ekan-chu. Shunga qilmay hozir chiqib, ashini bir o'ylab, oxirini bir chiqarib etib, o'zi qaror qilib, o'z pichib etib, o'z natijasini shu holatda chiqarib etgandan keyin, ana aytganchu, ashdaq bir vaqt bo'lish kerak. 10 minut, 15 minut ya 20 minut bo'lmasa tepkini başlardan çıkarıp kalıştın adam ensireydi-chu. Jadra Uyghur karxanchininki chiqargan gazirlar o'z ilanini berib ekanmiz. Hech qadrini chaqanlar deb. Bek yaxshi. Shaxsan men hozir manda hayajonda qo'yib bersam texmon sizni ham shu necha soat bilan o'tirib hech qo'yib bergim yo'q, lekin 1 soat tashlab qoldim. Sizningki qatnashganingizga ko'p rahmat. Undan keyin shuniki men kaytni oldim. Agar xohlasangiz YouTube kanaliga qo'ysam bo'lamdi? Sizning ruxsatingizni so'rab o'tay. Qanday bo'ladi? Bo'ldi. Yani nurg'un mayada hozir bizni aytdi, chekliklam kishi 40 necha kishi 39 40 paydan 40 kerakdi. 42 kişi anladı. Belki 45-50 yakın buluş mümkün. Kırıp çıkıp o yerde texmi tepsili anlayalaydı. Köp rahmet sizinki bununla mı makul degeningizga. Ondan keyin sevimlik azizlar, bizninki şu adli kişilerninki qaltis hikoyaları programımız her yakshanba kuni saat 7'den 20'de devam qildi. Ma kunsal uzansa balkim 7'de başlashimiz mumkin. Hozir namoz vaqtlari o'tib kelib qoldi ekan deb. Şuna 7'den 20'de nim qo'yapmiz. Kelar qaytimliq programmamizda yana texmo hayron qolarliq dey. Shundaq o'zimizga yaqin bo'lgan mehmonlar bilan ko'rishib sizlar bilan birlikte yani yangi hikayelerni anlayımız. Kiler yakshanba kuni ko'rishayli. Bugungi suhbatimiz qatnashgan hammalarga ko'p rahmat aytaman. Kiler yakshanba kuni ko'rishayli. Men yana erta kundami dars o'taman. Bizningki guruhimiz Uyg'ur birlik guruhimizga. Lekin shu programımız her yakshanba kuni bo'ldi. Yana hammalarni qizg'in qarshi olaman. Aminada oxirida yana tekrar rahmat aytaman. Opangizga, o'g'limiz Bahodirga, qizimizga salom ayting. Hammalarni shundoq ko'rgimiz keldi. Inshaalloh bir kun oila bo'yicha taklif qilib bir suhbatlashamiz. İnşallah fırsatınız görüşürüz.
Болды, әммала егер қалсаңыз жүрек еқіп әсаңлар, рәсімге, экран рәсімге татып алай. Онан кейін анда екен чиктейлі. Ой, бек чырайлы керекле. Кайсаң таталайсызлар, татаңлар экранны. Мен алдым телефон, алдым компьютерді азырғыч ұнтып қалатым. Қайырғанды не чықытым деп бәсаңлармы? Татып алған болсаңлар, мен нем қылай емсе. Болды. Xo'shlashaylik. 3, 2, 1, Alloga omonat. Kelar yakshanba kuni ko'rishaylik.